Assalomu alaykum do'stoni aziz. Dita buqay Shvedi toza germanski. Adres kolxozobod jamoati Gelistonda. Yakimgi shinami 8 yakimgish narxish 23500 so'm bu savdo meshalar. Assalomu alaykum aka ukalar. Sotiladigan Gulistonda ikkita toza germanski shved. 8-9 oylik bo'lgan. Narxi birinchisi 23500. Yana muomalasi bor. Dastavka tamomi Tojikiston bor. Uzoq bo'lsa kelishgan holda dastavka beramiz. Baroy dastavka tamomi Tojikiston has. Agar dur bo'lsa muomala karda dastavka mekinیم. Narx 23500 so'm. Deyimgish 21500 so'm. Bu savdo meshalar. Ina deyimgi buqa. Deyimgi buqa Hashmoha gazashdagi Ami rishqada gashdagi mol. Kadom agar baroy zod megirim guftagi odam bo'lsa, ina marhamat. Ay pesh dida bad xaridor kine. Faqat zad uchun. Kim agar zad alaman desa, moshini buqa. Chista germanis. Kep ko'rib olsin. O'zbekistonda ko'p yozibdi kommentariyaga bizga ham tushunsin, tushunaylik. Bizni pulga ham ayting deb yozgan ekan. Tojikistonning 1000 somon puli O'zbekistonning 1.300.000 bo'ladi. Agar bizda 10.000 somon deb aytsa, значит sizlarda 13 million bo'ladi. 20.000 desa, 20.000 somoni 26 million bo'ladi sizlarga. Vali ko'paytirib olasizlar. Hamma kesaga salom O'zbekistonga. Barodaram xeli buqa. Kasi agar baroy zot megirim guftagi bo'lsa, ina marhamat adresa guftem. Nomer dar ekran. Sangada xaridor kine. Baroy xurdan salomat ishlar. Hamasha proverka kadam badan xaridor kine. Cep içi hamasi 100%. Ina yatag'i nojinam hastay 5 moh hashidagi, 4-5 moh hashidagi. Agar yagonta odam agar pulim kamay guftani bo'lsa, ina mayda narxish haftini mazor bu savdo meshava. Ya sol yakinim solda ina gov meshavani ya. Sog' salomat bo'lsa to video